Sendin bala edim bir vaxtı, Ğunça bulup açılgan bir gül vaxtı. Toyun bulup her düşekte yatarsan, Sünnet buluş her bir oğulnun vaxtı. Toyun bulup her düşekte yatarsan, Sünnet buluş her bir oğulnun vaxtı. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Yakadı, niyet kılıp koçkar ükiz bakadı. Gece gündüz sorap tengri taladan, Dişigine göz mıncıklarda kadı. Gece gündüz sorap tengri taladan, Dişigine göz mıncıklarda kadı. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Şirlerine çorbala, bir gün gelip üzüge dokbek bolsun. Yarıq yüzlü bir sözlü oğul bala, bir gün gelip üzüge dokbek bolsun. Yarıq yüzlü bir sözlü oğul bala. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ay bala ay bala, Ay bala ken şu toy bala. Ay bala ken şu toy bala, Ay bala ken şu toy bala.
sendan farzand tilayman doim. Mayli olgin boyligim taxtim, farzand bergin, farzandsiz vaqtim. Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, xushkelibsizlar, qadrlilarga qasamon. Sizlarga katta iltimos, kelgan o'rnimizdan turgan holda. Chiroyli guldiroz qarsalar ostida kechamizning shahzodasi to'y bolamizni to'y davrasiga ajoyib kuylovlar ostida chorlab qolaylik. Qani kendi to'y bolamiz davramizda o'rnimizdan turgan holda albatta, assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Hozir to'y bolamiz davramizdan turibdilar, urf odatimizga binoan. Ushbu oqshom to'y salonida pastalarni olmoqni iltimos qilamiz. 4 kesish marosimi. Abi pastaya olalım, kechamizning shahzodasi uchun shirin dovon tortlari. To'ydan boray bo'lsin, to'ylar to'ygulashsin deymiz. Ilohim mana shu oilaning hayoti, mana shu shirinlik kabi bir-biriga mehribonlik ham, munosabati ham ko'z shirin bo'lsin aytsa. Umring shuros kabi shirinlar bo'lsin. Ustidagi gullar kabi ochiqlar bo'lsin. Hamisha har doim baxtiramon bo'lsin. To'ylaring muborak, ayyom muborak. Ilohim to'y bolamiz alpomishdek zabardast baquvvat, yurt koriga yaraydigan, ota-onasining hurmatini joyiga qo'yadigan aziz farzand bo'lib yetsin. Ilohim yoningizdagi qizlarimiz esa yaxshi uylarga kelin bo'lib, ota-onasining bergan aqsini oqlash nasib qilsin inshaalloh. Yaxshilar bo'ladi to'g'ri. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Nurdan nurani otaxonlarimiz va mehrlar daryo onaxonlar. Loqarchi va opa-singillarimiz, zabardast bahodir aka-ukalarimiz. Avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz va barcha mehmonlarimizga assalomu alaykum deb qolamiz. Xushkelibsizlar deymiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, mana shu oqshom ko'rib turganingizdek, bayram do'stimiz hamda shohista kelinimizning xonadonlari fayzli barakatli dasturxonlari to'y tantanaga bazmul jamshidga turibdi. Ya'ni ular jondan shirin bo'lgan farzandlari Mustafoning
Payg'ambarimiz Hazrati Muhammadga ummat bo'lib o'tgan kunlari, ya'ni chin musulmon sunnat to'ylarini tantanali ravishda azzarim sizlar hamda bizlar bilan yaxshi kunlarda nishonlab turibdilar. Bayram do'stimiz otalik borjini o'z yeriga yetirgan holda farzandiga sunnat to'ylarini nishonlar ekanlar. Ushbu oqshomimizga azzarim hammaga xush kelibsizlar, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. To'lib to'kilmang, olib oldirmang, ilohim xataringizdan kam bo'lmang. Noznoq qon urf odatimizga binoan kechamizni yosh yo'lboshlar, yosh kishlar degan maqolga rioya qilib, ushbu oqshomgi to'y boshlarimizni to'y davrasiga chorlasak-ku, bularning durustxonlari, duolari bilan Bahrom Jamshidimiz boshlasak ne deysiz? To'g'ri aytasiz Shavkat aka. Albatta duo bilan boshlangan ishning oxiri ham fayzli, barokatli bo'ladi, beshishga ishmaydi. Har marhamat unda ismlari zikr qilingan aziz mehmonlarimizni siz chorlasangizda doim fotihalar bilan bugungi aqiqa to'ylarini ochiq deya e'lon qilib bersalar. Hishmat aka, Tursun akamiz hamda Aydana opamiz, O'razgul yangamiz, davradoshlarimiz bo'lsanglar, to'y boshlarimiz kelinglar davramizga. Durustxonlar, samimiy tilaklar hamda bismillahir-rohmanir-rohim deya Bahrom Jamshid boshlaysizlar. Aka assalomu alaykum, opalar assalomu alaykum. Nevara to'ylar muborak bo'lsin endi. Yaxshi kunlarni ko'ringlar, chevara, evara, huzur halovatini ko'rish nasib aylasin. Marhamat. Hurmatli uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar, bu oqshom shaxsan akamiz hurmatli oilasida katta tantana to'y marosimi. Buni sharaflangan akamiz bayramini bobolarimizning ismini qo'yib, ukamiz Mustafa bobomizning sunnat to'yi marosimiga o'tyapmiz. Bu to'yda nasib qilsa hammalarimiz birlashib yaxshi hozirlikda o'tkazib, yaxshi niyatda bo'lib to'yda o'zimizning shu mashhurlarimizni qaytarib rasmga qarab shu daqiqadan boshlab to'yimizni ochib qabul qilamiz. Hammalarimizdan shu daqiqadan boshlab to'ydan o'tish uchun o'zlarimizni hissalarimizni qo'shib nasib qilsa to'yni yaxshilab qilib, hozirlik qilib, tantana qilib, shodlik qilib o'tkazamiz. Men o'zimni shaxsan mashhurlardan Bayram ukamning, kelinimning, ularning eshitgan farzandlarim nasib qilsa elimizda, vatanimizda yaxshi farzandlar yetishishini nasib qilsa bolalarimizni xotini ko'targan Mustafa bobomizni bir elning oldida chiqqan bir sarkarda, elning oldida chiqqan bir qo'shnilarga bir jiyib chiqqanini hammamiz aylamiz ularni niyat qilamiz. Balki sizlarga hammalarga shafqat qilasizlar. Bobomizning otini ko'targan Mustafa bobo bayrami bilan. Assalomu alaykum. Bu akşam bayram bilan Ulu Mustafa boboning sunnat to'yi, yosh to'yi ko'p bo'lsin. Buma yosh uzoq umr Mustafa hamisha ota-onasini qo'llab-quvvatlasin. Sog'-salomat, otalar, bobolar hammasi sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin, dunyo bo'lsa Turkmanistonga kerakli yigitlar bo'lib Assalomu alaykum, uzoqdan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun akamning, chechamning o'g'li Bayramjonning o'g'lining tug'ilgan kuni. Uning joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Mustafa va katta yigit o'ldirsin. Akam bilan checham qo'shcha qarisin. Bayram bilan kelinlar qo'shcha qarib nasib bo'lsa, bechalarini baxtiga quvonib jirsin. Akam checha to'ylar qabul bo'lsin. Aziz mehmonlar, bugun akşamlar bayram ukam bilan Shavkat akamizni Mustafajonning yosh to'yi. Men ularga uzoq umr, sog' salomat kunlar tilayman.
Türkmenistan'da ciğerlerim kuşlarım. İcraatlarını kurak kalalım. Rahmat, albatta bu quvonch ko'z yoshlari, iloyim mana shu quvonch ko'z yoshlaridan boshqa ko'z yoshlari oqmasin ko'zingizdan. Musofirchilikni o'z yelkangizga mard bo'lib olgan ekansiz. Yurtlarga ham eson-omon yorib yuz bilan yetish nasibimiz etsin iloyim. Endi to'yboshlarga gulduros qarshi kelgan insonning qo'lidan ko'rmasa qotilar qolarga boshina omon davlatlar yordam bo'lsin. Mana shu fursatdan foydalanib Turmat akam hamda Sharofat yengamizga, Qo'ylar akamiz Sayyora yengamizga Madina to'ydan boran bo'lsin. Qo'ylar aka Sayyora yengamiz, Turmat akamiz hamda Sharofat yengamiz omadinglarni baxtinglarni bersin deymiz, yaxshi kunlarni ko'ringlar deymiz. Hurmatli do'stlar, mehmonlar mana to'ylarimiz chiroyli hamda shodiyon fursatlarda ochiq deb e'lon etildi. Endi hammalarga to'y mobaynida yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab, navbatni urf-odatimizga binoan kuy-novalarga, sara qo'shiqlarga beramiz. Ushbu oqshom to'y sohibalariga yana bir marotaba to'ylar muborak bo'lsin deymiz, yaxshi kunlarni ko'ringlar deymiz. Bugungi kechamizni sizlarning xizmatingizda avvalambor ajoyib video muhandis, video operator akamiz Rashid akamiz hamda Bahram do'stimiz xizmatingizda o'tirdilar. Hamda kuy-novalar bilan xalqimizning yuragidan chuqur yer olib otgan, xalqimizning mehrini qozongan, serqirra ijod sohibi, o'z sohasining yorqin yulduzi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi, Xushoboz xonandamiz Shobahram Umarov va Shobahram Umarovning ijodiy guruhi xizmatingizda o'tirdilar. Yonlarida hamma baslari iste'dod sohibiga sazovor bo'lgan. O'zining avvalambor dil so'zlari emas, kuy-novalar bilan xalqimizning yuragidan chuqur yer olib kelayotgan, ham do'stim, ham singlim kabi insoni, serqirra ijod sohibi, ajoyib so'z ustasi Nozmaxon Akramova xizmatingizda o'tirdilar. Rahmat, ana endi mening yonimda hamnafas bo'lib Turkmaniston xalqining urf-odatlarini o'rgatib, to'ylarini menga tanitib kelayotgan, yaqindan yordam berib kelayotgan Toshkent shahar Madaniyat universitetining oliy ma'lumotli sohibi Shavkat Rasulov bugun sizning xizmatingizda. Rahmat Nozmaxon, omadingiz baxtingiz bersin. Aslan barchalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlar qolamizda, yuzingizdan kulgu, chiqqaningizdan tabassumlar arimasin deymiz. Navbatda kuy-novalarga, sara qo'shiqlarga beramiz. Ovozingdan omonat qolsin. Ko'ngilga payvand aylasin. Avzorini shunday so'ylagin. Shobahram Nozmaxon sizlardan hatto bulbul dars olsin. Qani kimlik o'ylab boring. To'ylar muborak bo'lsin azizlar. Bayram aka, to'ydan muborak bo'lsin. Yalvoruq, to'ydan muborak bo'lsin bayram aka. Ajaib qaydan fayz qilishimdan
Dünya çizip dünya kapardı. Şahtın oynar çapardı. Saray kurdum harun yapardı. Allahsızlığı unutkanmaz. Kolu yüzünden çizince boyunmaz. Vallahi bari izledik inanmaz. Yalan dünya yalanmaz. Allahsızlığı unutkanmaz. Taş başa baktığımı başıngiz. Yılın para bitti mi taşıngiz. Siz mehribanlık bana taşın. Allahsızlığı unutkanmaz. Dökülmüş açtı. Dostlar bırakacağım gördük aşkını. Benim ettik hayalim başta. Vallahi seni unutkanım yaras. Benim ettik hayalim başta. Ama sizi unutkanım yaras. Bekar olsan başımda baş. Baylar bıktım aranmış aşk. Bekar olsam başımda baş. Baylar bıktım aranmış aşk. Yoksa çıktı köyümüz alış. Olansızlığı unutkanım biraz. Yoktan çıktı köyümüz alış. Olansızlığı unutkanım biraz.
geceler 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 ah geceler Bana azaplara vermiş uçalar Geceler geceler ah geceler Sensiz yaşam olmaz öldüreceğler
To'ylarimiz chiroyli hamda shodiyat safarda o'tdi. Yana bir marotaba hammalarga omad, baxtlar tilab qolamiz. Xonadonlaringizda ilohiy ezgu kunlar, to'y tantanalar aramasin. Ushbu oqshom bayram do'stimiz hamda kelinimizni atagan sovg'a sarpoylar bor ekan. Marhamat, to'y sohibi sohibalari atagan sovg'a sarpoylaringizni taqdimga keltirsangiz, egalarga qo'shilsak, undan keyin Xudo xolisa kechamiz davom ettiramiz. Ajoyib taomlar. To'g'risini aytsam, Shavkat aka, men judayam hayron qoldim. Turkmaniston xalqini har bir to'yda gapiraman. Mana shunday chiroyli dasturxonlar yozib, xalqi uchun, mana shu mehmonlar uchun, mana shunday to'yga dasturxonlar yozib, bir dasturxon atrofiga chorlar ekanda, yana kamiga mana shunday to'yli tomoshalarda bu aziz mehmonlarni chiroyli sovg'a sarpoylar bilan siylashgan. Albatta, Nozmaxon, bizni xalqimiz mana shunaqa bobo ochiq. To'y qilsa, to'yiga to'yona bilan keladi. Bayram to'yimizning sohibi va sohibasi shohista kelin. Atagan sovg'a sarpoylaringiz bor ekan, marhamat sarpoylaringizni davramizga keltirsanglar, egalarga qo'shilamiz. Undan keyin ajoyib taronalar, shoh sadolar bilan kechamiz davom ettiramiz. Harakatga ajoyib sozlar ostida sarpoylaringiz borasizmi? Demak, sovg'a sarpoylarni so'ngga qo'ygan ekanlar. Nozmaxon kechamizni yanada ajoyib taronalar, shoh sadolar bilan davom ettirmoqchimiz. Xushomad xonandalarimiz Shohbahram Muborak hamda Nozmaxon Akramova xizmatingizda o'tiribdilar. To'g'ri aytasiz, to'y sohiblari tomonidan judayam ko'p sovg'a sarpoylar tashrif buyurgan. Ana shu sovg'a sarpoylarni eng chiroyli o'ynagan aziz mehmonlarga taqdim etamiz deb turishdi. Qani marhamat, davrani to'ldirib o'ynashingizlarda qo'shiq kuylash Shohbahram Muborakdan to'ylar muborak bo'lsin. Hurmatli do'stlar, ba'zi to'ylarimizda ushbu oqshom chiroyli to'ylarda seriyoz o'tirganlar ham bor, raqslarga tushganlar ham bor. Iltimos kelinglar. Ushbu oqshom jiddiy o'tirmasdan to'ylarga o'z hissamizdan ajoyib raqslarimiz, yaxshi kayfiyatlarimiz bilan qo'shaylik. Hammalar davramizga chorlaymiz. Yanada ajoyib taronalar, shoh sadolar bilan bahru jamshidimizni davom ettiramiz. Qani marhamat, albatta, hayotgacha dasturxon atrofida ayollarga tegishli albatta 5 daqiqadan ortiq o'tirish ortiqcha vazn yig'ishga sababchi bo'lar ekan. Ana shunday ekan, qani marhamat, davramizga raqs uchun siz aziz mehmonlarni chorlab qolamiz. Nozmaxon do'stlar, hozir bizga ishorat berdilar, sarpoylar kelibdi. Sarpoylarni keltiringlar, shohista kelib, bayram sarpoylarni keltirib egalarga qo'shilaylik. Undan keyin kechamizni ajoyib taronalarni davom ettiramiz. Mana bayram bugungi oqshom haqiqiy otaning vazifasini yerga yetkazib turibdi. Farzandlariga ham sunnat to'yi, ham azlari tug'ilgan kunlar nishonlab turibdilar. Keltiringlar sarpoylarni, vaqtimiz saqlamasdan egalarga qo'shilamiz. Mayli. Hurmatli do'stlar, hozir ro'yxatlarni yoztiradi. Ajoyib taronalar bilan kechamiz davom ettiramiz.
Hoş geldiniz.
Albatta, bugun prizlar qo'yilgan bayram hamda Shohsoboy kelimiz to'yga yiqqanidan to'yona aziz mehmonlarimizni ko'rmoqchilar hamda Rustam amakilardan 50 ming priz. Yana bir Rustam akalardan 50 ming priz. Yaxshi o'ynaganlarga hamda Mobil akamiz, Bobur akamizdan 100 ming priz qo'yilgan. Mana shu prizlarni egalarga qo'shganimizda nomi tutilgan mehmonlar davomimizga kelib sizga katta iltimos deb qolamiz. Hozir ro'yxatda ismingizni aytamiz. Bayram Shohsa kelib iltimos prizlarni sarfoylarni davomimizga keltirishga iltimos qilamiz. Hamma to'y sohiblaridan o'z sarfoylarini badiiy maydonimizga keltirishlarini so'rab qolamiz. Albatta, to'y guvohlari tomonidan mana shuncha prizlarni o'z egalariga topshirib qo'yamiz. Albatta, kelgan bayram hamda Shohistafon kelimiz Soha sarfoylar bilan keldi. Endi nomi tutilgan mehmonlar bitta davomimizga kelasiz. Eshmat akalari, O'razgul chechalari, Oyim ammalari, Ra'no jiyanlari, Gulya jiyanlari, Xo'shkeldi akalari, Nurgenda akalari, Adolat chechalari, Sayora chechalari, Farahmat qayini, Somsochi akamiz, Ixtiyor usta akamiz, hamda Sheroli bojalari, Xatijafon xolalari bor ekan, O'zbekistondan kelgan mehmon, hamda Guldor ammalari. Hammalar davomimizga kelgan ajoyib sozlar bilan Rahmat aka, rahmat. Ilhom jiya, somsachi, Ilhom bey, usta somsachi Ilhom. Hamma sozlar bilan. Ismlaringizni keltirgan mehmonlarimiz o'z prizlarini topshirish mumkin. Qo'ying muborak bo'lsin. Ilhom bey, somsachi jiyanlari, Eshmat aka, O'razgul checha, Ali omalari, Ra'no jiyanlar, Gulya jiyanlarga, Xo'shkeldi akalarga, Nurgenda akalarga, Adolat chechalariga, Sayora chechalari, Farahmat qayini, somsachi do'stimiz Ilhom, hamda Sheroli bojalari, Xatijafon xolalari, O'zbekistondan kelgan mehmon, Gulnarxon ammalari, barchalarga priz muborak bo'lsin. Ajoyib sozlar bilan sog'lang sarfoy kiydirish. Hey, hey. Keling do'stlarimizga rahmat aka. Shohsa kelin, Shohistafon kelin davomimizga keling. Mana shu insonlarni dunyoga keltirgan onasi otasiga katta rahmat. Azizlar, musofir yurtda yurimiz va aziz vatanimizdan uzoqda. Qaranglar, o'zini topganidan, halol topganlaridan farzandiga sunnat to'y berib turibdilar. Bitta qarshi chalaylik mana shularga azizlarim. Hammamizni bir dasturxon atrofiga jamlab to'y berganingiz uchun rahmat bayram. Halol yigit, qo'shchaningiz bilan qo'sha qarang. Har bir erkakni borchini yerga yetirgan yigit ko'rasiz. Otalik farzini, onalik farzini yerga qo'ydilar. Farzandlari Mustafa Bekka bugun chin musulmonlar qatoriga qo'shdilar. Omadingiz bersin. Yana qarshi ichasida qo'lingizga olmasin deymiz. Rahmat. Mehmonlar bilan bo'lavering, biz kechamiz davom ettiramiz. Rahmat. Shohista hamda bayram rahmat. Omadingiz bersin. Mehmonlar bilan bo'lavering. Iloyim mana shunaqa haqiqat to'ylarda o'tirish nasib qilib qolaversa, mana shu yigitimizning nikoh to'ylarida ham ota-onalar birgalikda rohatini ko'rish nasib bo'lsin. Ilohim. Hurmatli do'stlar, ana endi prizni beramiz. She'rda Rustam akalardan, amakilardan oyim ammalarga 50 ming priz bor. Oyim ammalari siz keling. Yana bir Rustam akamizning otidan 50 ming Eshmat akamizga bor ekan.
hamda Mobil akamiz 100 lira priz qo'ydilar. Bomurat akamiz yaxshi o'ynagan dedi. Uni o'zimiz saylaymiz. Marhamat, oyim amalari Ishmat aka, keling davrimizga. Keling Ishmat aka. Hey. Oyim opajonim. Yaxshi o'ynayapsizlar. Rahmat Ishmat aka, opa rahmat. Bomurat akamiz aynan 100 lira pul qo'ygan, uni yaxshi raqsga tushgan insonlarga beramiz. Bayram, bugun sizni hurmat qilib O'zbekistondan mehmonlar bor. Surxondaryodan bor ekan, Qashqadaryodan do'stlaringiz bor ekan. Hamda sizni hurmat qilib, Mustafobekni shoxista kelimizni hurmat qilib, xalqimizning bulbul nafas xonandasi Sardorbek, bitta guldiroz qarshi echaninglar azizlarim. Sardorbekni nafaqat Turkmaniston, qolaversa O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Qirg'iziston taniydigan yigit. TikToklarda shunaqa kommentariyalari bor. Bayramimizda qilib kelganingiz uchun rahmat Mustafa hamda Sardorbek. Sardorbekning ikki juft kuyini o'ynagan bahronamizda bayramchik siz uchun kelibdilar. Nozmaxon Sardorga Rahmat o'zining jonli ovoz sohibi Turkmaniston xalqining Istanbul shahridagi to'ylardan o'z muxlislarini orttirib kelayotgan xushovoz xonanda bugun sizning to'yingizga o'zining shirali ovozi bilan tashrif buyurgan Qanoat qo'shiqlardan bahra olib yaxshi kayfiyatda xato chiqarasiz degan umiddamiz. Albatta, Sardorbek boshlaymiz. Sardorbek akalar endi xalaqit bermaylik, iltimos. Marhamat Sardorbek. Assalomu alaykum. Zaxirlardan kelgan qardoshlar. Shu istim uning hurmatli oilasi tantana o'shani butun sababchi akamiz Mustafa
Azlarım kameraya rahmat. Ana endi kameralarni ko'rganasiga chorlaymiz. Bayramchi, jiyanlaringizga katta rahmat. Mana shu hamma mehmonlarimiz uchun. Hareketli Shobakram Mumbari. Mozumaxon akramlarning ijrosida sizlar uchun azlarim ajoyib taronlar. To'ylar bo'lsin. To'ylar ko'rasiz. Rahmat bo'lsin. You're
Eldor jiyanlariga 50 lira priz bor. Eldorbek bormi daramizda? Eldor. Sabrat ishla. Eldorbekka harakatli depar ajoyib sovg'alar aslida. Bayram. Nazmoboy keling daramizga bayram. Bayramchi, yaqin do'stimiz bayram. Shoxsda keling. Kelinglar daramizga iltimos. Ozgina mikrofonni ochib olasiz aka. Atamada bitta fon chaqiryapmiz. Aslilar. Bayram. Bayramchi, iltimos rasmlarni so'ngga qo'yaylik, bitta daramizga keling. Shoxsda keling, bayram. Bundan ko'ra 2 oy o'zal azlarim. Bayram bormi daramizda bayram? Aziz mehmonlar bilan suratlashish haqida qani marhamat kelinglar. To'y soatlar soatmalari. Bundan bir 2 oy oldin Shomakam aka ustoz telefon qildilar. Shokat sanayda dedi, aka ishlar bilan yuraman desam, yig'ishtir ish pishingga, bayram shashlik qilibdi ekan, uyga taklif qilibdi. Bayramda zo'r rasistda arag'i bor ekan, bizlar nima deb aytmoqchi bo'libdi deb, bayram uyga chaqirdilar, Shuhratning to'yidan oldin. Mana shu insonning uyida o'tirdik, shashliklarni yedik, kelinimizning pishirgan nonlarini yedik. Juda ham xursand bo'ldik. Chunki azlar mana bunaqa baxtli oilani ko'rib, har kimning ko'zi quvonadi. Har bir inson bayramdek, kelindek baxtli, baxtiyor bo'lsa ilohim. Saodatli, sadoqatli bo'lsin. Farzandlarni xutur-xalomatini ko'rsinlar. Ana shunda bayram nima degan edi? Dadamni juda yaxshi ko'raman, otamni yaxshi ko'raman. Shukat. Lekin otamdan onamni yaxshi ko'raman. Shu ota-onalar haqida bitta she'r aytib berishdi dedilar. Azar, shu dadasi bor inson boshqacha yurar ekan. Dadasi bor inson xonlardek yurar ekan. Bayramning dadalari duo qildilar. Shu ota deganimizda tilimiz jaylab chiqadi. Otalarimizning duosidan hech qachon arimasin. Bayramchi, dadangiz bor, xon sultonsiz. Onajoningiz bor, omadli, baxtlisiz. Dadangizni duosidan hech qachon sizdan arimasin do'stim. Dadangizni duosi qo'llab-quvvatlab yursin deymizda. Islarimni izlab yurgan odam bor. Ata-onalari har doim sog'inganim omadim bor. Dunyoda baxtiyor, ko'ngil dardim bor. Men hammadan bo'yman, chunki dadam bor. Borgan yerda ko'nglim to'rda istayman. Omadu baxtimni, taxtini istayman. Akamdan ham ziyodim, azizlarim bor. Men ham mendan bo'yman, chunki dadam bor. Dadasi bor insonning o'rni to'rdadir. Qo'ygan dog'u cho'qqa, dog'u bo'sadir. Har doim borgan yerda izzat avrayi bor. Men dadamdan bo'yman, chunki dadam bor. Endi onalarimiz turibdi, bayramchi, ayangiz turibdi. Kelin ayangizga, adangizga to'ylar muborak bo'lsin, ayangizga, dadangizga to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu shoxsda bayram keladi deb nevaralarim emas. Mana shularni kutib duolar qilgan onalarimizni boshi omon bo'lsin. Hammamiz vatanimizga boraylik azizlar. Biz borinchak onalarimiz tirik tursin. Onalarimizni duosini olaylik. Onalarimiz quchoqlab, "Bolam yaxshi keldingmi?" desin. Uyimdan olislardaman. Ro'zg'orim tashvishi bitmadi sira. Yaratganim sendan yolg'iz o'tinchim. Men uyga qaytguncha onamni asla. Omadim kelmoqda, biroq vatanimga qaytaman, sog' bo'l, salomat. Oxiratgi sochlari senga omonat. Men vatanimga qaytguncha onamni asla.
kelin, onangiz dadangiz bor. Yopishib olinglar, ayog'iga yiqilib olinglar. Vaqti kelib taqqan ro'moldan sachini isini ham topolmaysizlar. Onaning qadriga yetish farzandning burchi. Hammasi ona otasi bilan qarisin, ona otalarning iymoniga yetish. Bayram bir narsa deysizmi? Bayram ko'kka qurmoqlimaydi, kelin bir narsa deysizmi? Akalar keling, aka keling. Mana shu bayramda uyda o'tirganimizda mana shu akasi faqat duo qilib turdilar. Yana bitta akalari bor, akasi bor insonni, davlati bor, moli bor, baxti bor. Akang bor, do'stim, ko'nglingda har doim omozdek tillayman. Aka, bitta niyat qilasiz. Ey qardoshlar, akalar, hamchiqlar, hammalariga rahmat. Ro'zalaringizni nasib qilib o'tishadi, ko'p ko'rishib, yaxshi kunlarda qatnashib, hamma to'ylarga bo'lgan do'stlar saqlab, hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Aka keling. Assalomu alaykum. Boyatdan beri akalar haqida yaxshi niyat qildik. Bayramchilik balki juda ham senga o'xshaydi. Omadini bersin akamni, yangamdan xushchaqarli farzandlaringizni xavotir ko'ring aka. Allah korusun. Bayram günü. Var küçüğe buradan süratli yoldan. Süratli olmazsan maldayız. Küçüğe çevirsen maldayız. Maldayız. Nasipsen çok böyle bakışlar. Lütfen kanalısı. Rahmat, Nozim opam, singlim, meni yaqin do'stim, eng bir aziz insonim bugun to'y qilib turibdi. Nozim opam, bularning baxtini tilab qo'yasiz endi. Rahmat so'z berganingiz uchun. Boya rosa yaxshi aytdingiz, danalar haqida juda ham chiroyli gapirdingiz. Ana endi boya men kiyayotganimda mana shu kelinimiz onajonim uchun bir surpriz tayyorlab qo'yganman. Ana shu surprizni siz orqali onajonimizga izhor etsam deb menga qulog'imga Rahmat singlim. Onajonimiz mana shunday farzandni voyaga yetkazib, beshiklarni quchoqlab, tonggacha allalar aytgan mana shunday mehrli quchoqlar ayamagan onajonlarimizga ta'zimlar bo'lsin. Ko'p gapirmayman, hamma zerikib qoldi. Ko'p qator qo'shiq bilan ifodalarga qolaman. Kelganimizning iltimoslariga binoan onajonlarimiz uchun marhamat. Har bir istagimning chorasini topgan. Dard cheksam yonimda mudrab yotgan. Bu mening onam, qo'shilsa tinmagan meydan. Bu sho'x jonimga mador. Gapsiz alariy
olsun. Bayram dostumuz için hamlelerin baksosiga çoğundan kolamızda bakti yoksanız bo'lsalar. Rani Mali, Plemona şunun bir otanix. Hareketli bir
bitta duo beramiz. Yaxshi insonlarimizning duolarini bitiriyor sağ olun. Keyin Rahmat aka, ovozingiz bersin. Mana shu bilan oqshomimizni kechirib turamiz. Oqshominglar xayrli bo'lsin. Yana bir to'ylarda uchrashguncha xayr. Rahmat. To'yimiz tugadi degan umiddamiz. Mana shu zakljuchnikning yigitlarimiz hurmati shu yana bir bor.